Assalomu alaykum birodarlar, sizlar bilan yana Star PUBG. Bugungi videomizda biza stream yoqishni o'rganamiz. Tak, stream yoqishimiz uchun bizga nima kerak? Avvalambor bizga 50 ta obunachi kerak bo'ladi. Uni shorts orqali va videolar orqali to'plab olsa bo'ladi. U muammo emas. Uni tasdiqlash prosta problema deyotganim sababi u 99lik, 94lik nomerlarni qabul qilmaydi. Bo'lmasa kelinglar, shu videoni alohida qilaylik, stream yoqishni alohida qila qolamiz. Men sizlarga bugun stream yoqishni o'rgataman YouTube'ni o'zida. Qanaqa qilsa bo'ladi? Biz avvalambor YouTube'ga kirib olamiz. PUBG'dan chiqib turib. Tak, YouTube edi. Kiramiz. Biz YouTube'ni tasdiqlab bo'lganimizdan keyin mana bu yerda plus belgisi chiqadi va bizda jonli efir ochiladi. Tak. Mana ochildi. Misol, mana buni ustiga bitta bosib turib, betga libboy narsani yozsa bo'ladi. Misol uchun streamerlarga qo'ymoqchi bo'lgan sarlavhalarni shu yerga yozsangiz bo'ladi. Star streamda yozib olamiz. Yozib olganimizdan keyin mana bu qalamchani belgisiga ustiga bitta bosib turib, eskiz yuklab olamiz. Buni kichkina qilib saqlash va mana bu yerda screencast degan narsa bor. Pastroq tushsanglar, uni yoqamizda o'yinning nomini kiritamiz. PUBG Mobile. Mana PUBG ni yozamiz. Kirgandan keyingisini bosamiz. Ili bitta yo'q, bolalar uchun yaratilmagan qilamiz. Tak. Okay. Okeydan keyin bizda mana shunaqa narsa ochiladi. Butun ekran boshlash qilamiz. Boshlash qilgandan keyin kamerani o'chirib olamiz va jonli efirni yoqamiz. Yoqqanimizdan keyin esa komment yoqamiz. Mana sizlar 3 minut ichida stream yoqishni o'rganib oldinglar. Kanalimiz rivoji uchun obuna va like tugmasini bosib qo'yish ham esdan chiqmasin. Sizlar bilan yana Star PUBG bo'ldi. Kelgusi videoda ko'rishib qolamiz.